Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan yana Saidvaliyev. Akalar, bugun sizlar bilan birgalikda FC Mobile o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz. Qanunda biz boshladik. Hozir biz atak o'ynash kerak. Hozir o'zda legenda 1gacha yo chempionga chiqib qo'yishimiz kerak akalar. Akalar, agar kanalimizda videolar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishingizni sizlardan so'rab qolamiz. Qani bir ko'raylikchi bu qo'ldan nima kelishini. Wile. Bir. Tasha tip. 2. Yaxshi o'ynarkan bu ham. Olib. 3. Hali ancha bor ekanda mana yutishiga. Besh o'tur. Nima tepmaydi bu? Nima tepmaydi? Tasha. Aylantir. Dur. Nima bular bitta gol urolmayapti eplab. Olti 5. Oltilar. Urib olish kerak shundan. Mana xudo xohlasa birinchi o'yinimizni yutqizib boshladik. Shunisi yutmasa bo'lmaydi lekin. Qani bir ko'raylikchi buni qo'ldan nimalar kelishini. Kuchli deyman bu ancha. Şeyde turishdan qaraylar, bir zon tur. Давай. Ana. Давай bunisini. 2-0. Urib ketmasa bo'ldi. 3-2. Turuch. Zo'r o'ynab qo'yapti lekin. Pushka. Chiqardi. Yana bitta. Öyle. Давай pushka. 5. Urolmaganda o'tib ketar ekanda. Давай. 6lar. 7. Sakkiz. Bana vurolmadi. Nimaga bu yugurmaydi? 9 bo'ldi. Bo'lur qo'ymay. Ha, ona yine.
Akalar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Nima, faqat menga kuchlilarini tashlab yotibdi. Shu ikkita chetdagi xalaqit beradi-da. Shu ikkalasi yo'q bo'lganda normalniy o'yin chiqardi. Davay. Uy. Azarla. Nima bu qarab turibdi? Yugurmasdan nima bu qarab turibdi? Nima bu qarab turadi? Давай пушка. Bo'ldi. Bo'ldi, foydasi yo'q уже. Besh ikki. Zo'rladi bu meni. Aymasdan zo'rladi. Aldab zo'rlamoqchi bo'lganda zo'rlatmadim, keyin quvlab zo'rlatdi. 6-3. Yetti tur. Bo'ldi. Foydasi yo'qdi. Ma. Ketdi, yana bitta match o'ynaylik. Agar bunisi yutqizsam men bilmadim-da. Bir mutant tushda Maradonani ko'tarib olgan. Endi nima qilish kerak bular? Xudo xohlasa bu ham endi oldingilariga o'xshab 10-0 ga yutib qo'yadi. Keyin o'zini o'zi xursand qilib beradi. Mana o'sha boshdan golni boshladi bu. Bu ham o'zimga o'xshagan chichqoq akam deyman. Nimagadir o'ynash boshqacha. Yutaman, xudo xohlasa. Tasha pushka. Bu oyoq qo'yishi ham tepolmaydi. Yutish kerak, yutmas bo'lmaydi. Bo'ldi. Aytdim-ku yutadi deb. Hozir yana bir 10 ta gol urib qo'yadi. Davay. Oxirgi hujum. Tasha. 8 mi?
Mana shu o'ynayman. Rahmat bo'ldi. Men zo'raman, eng zo'raman. Mana 200 ta olma soldim bo'ldi. Men endi zo'raman. Okalar bo'ldi. Shu bilan videomiz tugadi. Shu o'yinni mana chichordik, hammasi yutqizdik xudo xohlasa. Endi agar kanalimizga videolarimiz yoqqan bo'lsa, okalar, videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni sizlardan so'rayman, okalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.